Onamlar duo qilib kuzatyaptilar. Men aytdim, biz aya deymiz. Aya dedim, o'qishga topshirgan ketyapman. Agar o'qishga budjetga kirsam, Nexia'da kelaman. Bu paytda eng zo'r qatnaydigan mashinalar Nexia edi. Agar kontraktga kirsam, Tiko'da kelaman. Agar o'qishga kira olmasam, piyoda kelaman deganman. Uyga qaytib. Keyin bu ona eganda qarang. O'qishga kirdim, budjetga kirdim. Nexia bilan bordim-da. Nexia'ni signalini chaling dedim, bu Nexia'ni dedim. Mana Zaks kelgandek qilib. Signalini chalib, shunday Nexia'dan tushganimda onam yugurib chiqib, "Kira olmadingmi?" deganda. "Kira olmadingmi?" deganda. Haligi to'g'ri. O'zi aytganman mana o'qishga kirsam Nexia'da kelaman. Lekin shunday chiqib hali bab onani ko'ngli kirdim oyijon, men aytdim-ku, va'da qildim-ku. O'qishga budjetga kirsam Nexia'da kelaman deganman-u. Aniq kirdingmi? Qaradingmi? Ish qilib to'g'ri yozilganmi deb onam ishonmaganlar-da o'sha paytda.